Endi bu ayol kishi zo'rlab qo'ydi deyapti, erkak kishi emas. Ham zakaz pulini ham berishgan, ham taklif ham qilishgan. Taklifni rad etganmiz, qabul qilganmiz. Adresini tagiga tushyapti, olib ketyapti, pochtani shunaqa. Uygacha olib kirib bering deb taklif qilgan holatlari bormi? Yo'q, unaqa menda bo'lmadi. Qizlar demak taklif qilgansiz ham. Agarda kirganingizda nima bo'lardi? Rasvo bo'lardi. Dabdala bo'lardi, shamoshda ham. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda andijonlik dastavkachi yigitni zo'rlagan ikki ayol qamaldi sarlavhasi ostida materiallar tarqaldi. Holatda ikki ayol pitsa chaqirtirgan va yigitni uyga taklif qilib zo'rlashgan. Yigit esa chiqib ichki ishlarga murojaat qilib zo'ravon ayollarni 15 sutkaga qamatgan. Ammo bu xabar fake bo'lib chiqdi. Bu haqda Aziz Abidov o'zining Telegram kanalida xabar yolg'on ekanligini tasdiqlagan. Xo'sh, Andijonda kuryerlik faoliyati bilan shug'ullanadigan yigitlarga shunday takliflar bo'lganmi? Kichik so'rovnomamiz orqali buni bilib oldik. Hozir internetda shunaqa narsalar tarqadi. Andijonlik kuryer yigitni ikkita ayol kishi zo'rlab qo'ygan, uyga taklif qilib. 20 kunlik faoliyatingiz davomida shunaqa qanaqadir noodatiy takliflar bo'lmadimi? Yo'q, bo'lgan yo'q. Kuryer dastavkani olib berganingizda qanaqa takliflar bo'ladi? Masalan, ayollar bilan ko'p ishlaysizmi? Yo'q, ayollar bilan men kamdan kam faqat erkaklar bilan nima bo'lyapti menda hozir. Ayollar kamdan kam. Adresini tagiga tushyapti, olib ketyapti, pochtani shunaqa. Uygacha olib kirib bering deb taklif qilgan holatlari bormi? Yo'q, unaqa menda bo'lmadi. Bunaqa takliflar bo'lmaydimi? Taklif bo'lmadimi 3-4 kunlik faoliyat davomida? Ayollar misol uchun ichkarigacha olib kirib berdi-ku, unda qanaqa munosabat bildirasiz? Ichkarigacha olib kirmadim hech olmadim. Iching tagiga olib beryapmiz, chiqib olib. Nechigacha ishlaysiz? Har 11 dan 3 gacha ishlayapman ko'proq kunduz. Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Nechigacha ishlaysiz? Har xil. Kechgacha ishlaysiz? Padezgacha taklif qilishadi. Kech payt ishlayman. Bo'ydoqmisiz? Endi ko'p qizlar taklif qilib, uyga taklif qilgan bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Bu Andijondamiz. Andijonda bo'lmaydi. Ayollar taklif qilgan, lekin zo'rlash degan narsa bo'lmagan. Ha, kirgansiz ichkariga demak. Kirganman. Ana bo'lsa. Bir kunda ish bilan daromad qilasiz. Har xil 100 ming, 150 ming, 200 ming so'm. Kirgan, misol uchun dastavkani olib bordingiz, kirganingizga taklif qilgandan keyin bo'ldimi? Dastavkani pulini o'zingiz to'lashingiz kerakmi? Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Yo'q. Ham zakazli pulini ham berishgan, ham taklif ham qilishgan. Taklifni rad etganmiz, qabul qilganmiz. Bir marta kirganman, qolganlarida rad etganman. Oiladagilar ko'rib qolsa janjal olib ketmaydimi? Men u payt nima deydi? Bo'ydoq. Uylanmagan, ha. bo'ydoq. Uylanmagan edi. Hozirgi uylanmagan bo'ydoq yigitlarga nima degan bo'lardi shunaqa holat bo'lib qolsa? Shunaqa holat bo'lib qolsa, endi har bittasini o'zini kallasi bor-da. Ayasi dadasi kallasi bilan tug'ishgan-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Endi o'zlari u yog'ini o'zlari bilishadi-da. Qizlar demak taklif qilgansiz ham. Qilgan. Agarda kirganingizda nima bo'lardi? Rasvo bo'lardi. Dabdala bo'lardi, shamoshda ham. Nima degan bo'lardi shunaqa yaxshi halol mehnat qilib pul topayotgan kuryerlarga? Bosish kerak aka, mehnatda qilish kerak, tirikchilik bu. Ha, ko'rdim, hozir keldim, xabarni o'qidik, ko'rib bolam bilan xursand bo'ldik. Nimaga xursand bo'ldingiz? Endi bu ayol kishi zo'rlab qo'ydi deyapti, erkak kishi emas. Erkak kishi deb eshitganmiz-ku. Keyin u rasman tasdiqlamaganini aytishdi. Ha, lekin yolg'on xabar deb Yolg'on xabar chiqdi. ekan. Hech qanaqa ishonmanglar deyapti. Qanchadan beri shug'ullanaman dedingiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri shunaqa vaziyat bo'lgan. Ayollar ichkariga taklif qilganmi sizni? Endi ichkariga taklif qilishmagan-ku, lekin ko'pchilik yarim yolg'on chiqishadi amaga, 11-12larda. Nechigacha ishlaysiz? Ko'proq kechasi ishlaymiz-da. Kunduzi dam olib issiqda, yoz kunlari kechasi ishlaymiz, 11-12, 1-2lar ishlaymiz. Ash paytlarda chiqishadi endi anaqa qilib. Endi yosh yigitlar chiqishi mumkin, misol uchun kuryerlik qilib, mana shu pul topaman deb chiqqan bolalar shu holatga tushib qolsa nima degan bo'lardingiz? Tavsiya. Endi aka, u yaxshi emas-da, misol yosh bolalarga, ayniqsa yoshlarga. Lekin bizda yaxshi, ko'p bolalar yaxshi. Lekin kattalar o'zlari bilishadi, hammasini bola chaqasi bor.